جدد حياة القلب بالقرآن. Bizning sana ularga tilovat qilinib turadigan kitobni nozil qilganligimiz ularga mo'jiza bo'lishga kifoya qilmadimi? Bu kitobda iymon etgan qavm uchun shak shubhasiz rahmat va vaz-nasihat bor. Ankabut surasi 51-oyat. Qur'on Karim nozil bo'lgan davrga qaraydigan bo'lsak, u davrlarda til, fasohat, balog'atlar nihoyatda kamolga yetgan, avjiga olgan mushta bir davr. Bu davrda Qur'on Karimdek tili bo'lsin, shunda fasohatlik, balog'atlik, qisqagina bir kalima bilan nurg'un ma'nolarni ifodalaydigan shunday bir kitobninki faqat til fasohat balog'at jihatdanmi mo'jiza ekanligi, uningdan boshqa bu kitobda g'ayibdan xabar berganligi, o'tmishda o'tgan payg'ambarlardan bo'lsin yoki o'tmishda o'tgan har xil hodisalarni xabar berish orqali bu kitobning o'zi bir mo'jiza ekanligiga dalolat qildi. Uningdan boshqa bu kitob bizga nurg'un o'gitlarni, nurg'un nasihatlarni beradi. Albatta bu kitobga ishonib, iymon etgan va amal qilgan kishilar uchun bu kitobda nurg'un foydali nasihatlar va hayot dasturi bor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz bu soatlik darsimizda Fathaning uzatilib o'qilishi, ya'ni alif matga to'xtalib o'tamiz. Oldi bilan nazariya qismi bilan tanishib o'tsak, fathalik harflarning so'zilib o'qilganligi sol tarafidagi harakatsiz alif yoki harfning ustidagi kichik alifdan bilinadi. Ya'ni harakatsiz alif sol tarafidagi harakatsiz alif deganimiz bu alif, ya'ni bu fatha, uning yendigi bo'lsa bu alif. Ondan keyin ustidagi kichik alif deganimiz bu yerda bir harf keladi. Uning ustiga bundaq bir kichik alif keladi. Mushu alif kelgan yerda so'zilib o'qiladi. Ya'ni fathaning uzatilib o'qilishi mushu yerdan hosil bo'ldi deb bilib bo'ldi. Mad arab tilida so'zish degan ma'noni bildiradi. Mad harflari, ya'ni hurufu mad, so'zish harflari deganlik bo'ladi. 3 ta mad harflari bor. Biz bu soatlik darsimizda ularning ichidagi birisi bo'lgan alif mad haqida to'xtalamiz. Buni to'xtalishining oldida bu yerdagi harakatsiz, ya'ni harakat kalimasiga izohi qarab o'tsak, harakat deganimiz so'zliq tovush ahongini ifodalaydigan belgilar bo'lib, bu fatha, ya'ni zabar, kasra, zir, bomma, pesh qatorliq 3 belgini ko'rsatadi. Harakat deganimiz mushu 3 belgi, undan boshqa harflarning ostiga, ustiga qo'yiladigan butun belgilarning hammasi tashkil deb ataladi. Uning ichidagi faqat bu yerda tilga ilib o'tgan fatha, kasra, bomma qatorliq bu 3 belgining ismilar harakat deb ataladi. Alif mad fathalik, ya'ni zabarlik harflarning keyniga qo'shilgan sokinlik alif harfi bo'lib, bu xil ahvolda fathalik tovush 2 harakat miqdori so'zilib o'qiladi. Harakat miqdori deganimiz barmoqimizni bukish orqali hisoblanadi. Bu harakat miqdori bir barmoqni bukkichilik bo'lgan vaqtni ko'rsatadi. Ya'ni bir harakat miqdori deganimiz bir barmoqni bukkichilik, 2 harakat miqdori deganimiz 2 barmoqni bukkichilik bo'lgan vaqtni ko'rsatadi. Alif matning 2 harakat miqdori so'zilib o'qiladigan ahvollarningki umumiy ismi bo'lsa tabiiy mad deb ataladi. Bu normal so'zilib o'qishni ko'rsatadi. Cho'ng va kichik o'qiladigan harflar fatha belgisi bilan keyniga sokinlik alif qo'shilib kelgandimi, o'xshash qoida bo'yicha o'qiladi. Ya'ni cho'ng o'qiladigan harflar cho'ng, kichik o'qiladigan harflar kichik. O'qilish bilan birga sokinlik alif qo'shilib kelgan chog'da 2 harakat miqdori qanday qilib so'zab o'qiydik mush qoidaga yana bo'ysunadi. Sokin deganimiz harflarning ustiga qo'yilib, bu qo'yilgan harf bilan oldidagi harf qo'shilib yipiq bo'g'im hosil qiladigan belgining ismi. Arab tilida so'ziq tovushlar va boshqa tovushlar, o'zik tovushlar qo'shilib yozilmaydi. Bu harflarning usti, ostiga har xil belgilar kelish bilan ifodalanadi. Boy deganimizdek, bu belgilarning umumiy ismi tashkil, sokinmi tashkilning ichidagi bir belgi. Askartish, alif mad sokinlik alif bo'lsa-mu ko'pincha ahvolda alif madga sokin belgisi yozilmaydi va tovush belgisiz keladi. Baynim degan to'q sokinlik alif degan to'q. Ammo sokinlik bo'lsa-mu ko'pincha ahvolda sokin belgisi yozilmaydi alif madga. Xuddi ma'no qaranglar, bu asli sokinlik alif, ammo ko'pincha ahvolda sokin ustiga yozilmaydi. Alif mad zabarlik harfning keyniga bir kichik alif yozilish. Zabarlik harfning keyniga, ya'ni fathalik harfning keyniga bir kichik alif yozilish yoki fathalik harfning keyniga bir ya harfi yoki fathalik harfning keyniga bir ya harfi
ve kichik alif belgisi yazilish. Kichik alif belgisi yazilish ve bir vav harfi ve kichik alif yazilish. Bir vav harfi ve kichik alif yazilish ve yoki fatha belgisi yazılmay faqat bir kichik alif yazilish orqali mı ifodalanadi? Qaranglar, fatha belgisi yo'q, ammo kichik alif bor. Dalika degan bu kalima bu yerda fatha belgisi keldi ve kichik alif keldi. Bundaq ahvollardagi kichik alifga qo'shilib kelgan ya yoki vav harflari o'qilmaydi. Masalan, bu yerda ya harfi keldi ve üstiga nima yozdik? Bir kichik alif yozdik. Bu yerdagi ya harfi o'qildimi? Yo'q. Buni qanday o'qiydik? Huwa ikkisi o'xshash o'qiladi, ammo ya harfi bu yerda o'qilmadi. Bu yerda bo'lsa va harfi o'qildimi? Va harfi bu yerdami o'qilmaydi. Salata bu yerda va harfi o'qilmadi, faqat lam harfi ikki harakat miqdori so'zaldi. Bu yerda va harfi o'qilmadi. Anadan keyin bu yerda bo'lsa salata. Bu yerda faqat alif keldi, va kelmadi. Bunda ahvollardami ikki harakat miqdori so'zab o'qiladi. Misollardan menga qarab o'taylik. Dalika deganimiz bir fatha keldi, bir alif keldi. Bu ya'ni o'xshash o'qildi. Bu yerda bo'lsa fatha kelmadi, faqat kichik alif keldi. Yanıla dalika deb o'xshash o'qiladi. Alif harfi mad harfi shaklida keladi. Hareketlik alif harfi hamza bilan kasun kamsun hamza deb atiladi. Hareketlik alif hamza bilan kasun kamsun. Miya qaranglar, hareketlik alif hamzasiz keldi. Miyada bo'lsa hamza bilan keldi. Hamzasiz kelsa, yana bu hamza deb o'qiladi. Ya'ni miyada hamza bilan kelsa, yana hamza deb o'qiladi. Buni qanday o'qitdik? Ida ma'ni ata. Oxirgi askartishimiz ana so'zini o'qigan chaqda na tovushi sozilmaydi, qisqa o'qiladi. Bu yerdagi mad talaffuz qilinmaydi. Yani mad deganimiz bu yerdagi alif madni ko'rsatadi. Bu yerdagi mad talaffuz qilinmaydi. Bu yerdagi alif odatda Qur'oni Karimda sakin belgisi bilan keladi. Ya'ni mushu xil shaklda keladi. Cho'ng aytib ko'rsatay. Mushu xil shaklda keladi. Alif fathalik va hamzalik, undan keyin nun bo'lsa fathalik, undan keyin alif bo'lsa ustiga sakin yoziladi. Bunda ahvol Qur'onda faqat mushu kalimaga xos, boshqa kalimalarda bunda ahvol yuz bermaydi. Diqqat qilib biladigan nuqta, ana kalimasini o'qigan chaqda nun tovushi uzartilmaydi. Ya'ni bu yerdagi alif o'qilmaydi. Talaffuz qilishga qarab o'taylik. Bu yerda inchik o'qiladigan harflardan boshlaymiz. Oldin soatlik darsda fathalik harflarni biroz uzatgandim. Bu soatlik darsda fathalik harflarni uzatmayman. Alif mad kelgan harflarni biroz uzatib, asli qanday o'qiladigan bo'lsa shu holatda o'qiyman. Hozir qaraydiganlarimizdan hammasi alif mad kelganda o'qilishi. Qarab o'taylik. Hamza fathalik keldi, keyiniga alif mad keldi. Bu yerda bo'lsa bir alif keldi va ustiga kichik alif keldi. Bular o'xshashlar, ikki harakat miqdori so'zildi. Bu tuvandagi ahvollarning hammasi o'xshash. O'qib o'taylik. Ba ta bana geçip okunlar. Sa ca ha da za za sa شا ع فا كا لا ما نا ها و يا مش دا o'qildi. İki harakat miqdori. Undan keyin alif mad kelgan chaqda cho'ng o'qilgan harflarga qarab o'taylik. Xo bay deb o'tgan to'q
cho'ng talaffuzli harflar bo'lsin yoki kichik talaffuzli harflar bo'lsin, bular o'xshash qoida bo'yicha o'qiladi. Qarab o'tsanglar, masalan, bunimi xo dedik, o'xshash qoida bo'yicha o'qildi. Ichki harakat miqdori so'zaldi. Cho'ng o'qilgan, kichik o'qilgan hech nima o'zgarmaydi. Ro harfi bo'lsa, ba'zida cho'ng, ba'zida kichik o'qilgan harflar mad alif kelgan chog'da cho'ng o'qiladi. Shunga a tovush qo'shilib o'qilgan harflar qatoriga kirgizdim. Ro, qo, qo, so, bo. Qaranglar, masalan, bu yerda bod harfining ustiga fatha yozilmay, faqatla kichik alif yozildi. Bu qanday o'qidik? Ichki harakat miqdori so'zliq. Bu yerda bo'lsa fatha bor, keyinda bo'lsa harakatsiz alif bor. Bu yerda qanday bo'ldi? Ichki harakat miqdori so'zildi. Qo, vo. Endi bo'lsa, ilk talaffuz qiladigan harflarning oldi bilan fathalik holati, undan keyin alif matlik holatini o'qib o'tamiz. Mana agishib o'qinglar. B, B, T, T, Th, Th, C, C, H, H, D, D, the, Z, S, Ş, A, F, Qaranglar, bu bir harakat miqdori, bu bo'lsa ikki harakat miqdori. K qanday o'qidik? Qisqa o'qidik. K ikki harakat miqdori so'zaldi. L, M, N, H, W, Y, X, R, G, Q, S, B, P, V. Bugungi darsimiz mushtagicha bo'ladi. Keyingi soatlik darsimizda kalimalarning ichida alif mat kelgan holatlarini o'qib mashq qilib o'tamiz. Keyingi soatlik darsgacha bo'lgan oraliqda yaxshi takrorlashinglarni, qayta ko'rib, oldidagi nazariya qismiga qarab o'tishinglarni umid qilaman. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وبه اعتني واحذر